Assalomu alaykum kanalımızın quruvchilari. Bugun biz qaytadan 4 yilga keldik. Ya'ni aytganda Zafar Texno bытовой texnika magazini. Buni Bovurjon Atabek jo'ram tanishtirib o'tadi. Yurtdoshlar, assalomu alaykum. Sog'mi, salomatmisizlar. Xudo xolasa sizlar uchun Zafar Texno ajoyib yangiliklarimiz bor. Bir chetdan tanishtirib o'tamiz. Kir mashinalarimizda, xonaliklarimizda katta skidkaga ketib turibdi. Aksiyalardan qo'shib borib turibmiz. Bundan tashqari ajoyib bir bomba yangiligimiz bor yurtdoshlarimiz uchun. Uni bir chetdan tanishtirib o'tamiz. Adresimizga keladigan bo'lsak, Sentralniy hokimiyat ko'chadan to'g'ri kelaverasizlar. Lenin ko'chi, Lenin ko'chada aytiladi. Madaniyat saroyi chiqadi. Madaniyat saroyidan chiqqandan keyin saroy mebel, undan keyin 10 qo'llarida Zafar Texno joylashgan yurtdoshlar. Videomasini aytib o'ting. 4 yil rayoni, ya'ni aytganda ko'p videomiz 4 yil deb aytamiz. Qaysi qayerda yozatgan ko'pisi. 4 yil rayonda o'zi. Ha. Xudosi Nuxkida dastlabkilar bo'ladi-ku. Videomasini aytib o'ting. Xudo xolasa, hali 1 grammimiz bilan video ishlatdik-miz, hali minus bo'lgani yo'q. Sizlar telefon aytganlar yo'q. Rahmat telefon aytgan bo'lsa bo'ldi, lekin Allandık degan yurding bo'ldimi? Yo'q, bo'lmadi. Yurtdoshlarimizga bemalol ishongan holda Zafar Texnoga bir qadashtirishim mumkin. Xudosi, ma'gan seni ishda kameralar bor. Agar aldov bo'lsa, xudosi o'zim borib suraman degandek. Xudosi kelaverasizlar, optim baholarda optim baholarini qilib beradi. Xudosi ishdan obzorlarni tanishtirib o'tamiz. Boshladik esa. Tak onda meniki Zafar Texno ishda qanday yangiliklar bo'lib o'tiribdi, birgalikda tanishtirib o'tamiz. Tak, işte ne yangiliklar bo'lib o'tir? Yangiliklarni ajoyibini zo'rini qilib beramiz. Xonadonliklarim, kir mashinalarim, bundan tashqari yangiliklarning bombasi bor. Baraban qo'yildi. Yurtdoshlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun birinchi shundan boshlag'imiz yaxshi. Podarkalarni olib bo'lgandan keyin yana podarka ko'rib olish imkoniyati bor. Podarka olib, odan keyin podarkada. Keyingi podarkasi. Keyingi podarkasi. Yana ko'rib turganlaringizni hamma podarkalar o'tirib tushadi. Misirovki deymi, soch kurtadan femmi, 300 ming so'm pul, misirovki, termofot, montkazan, hamma narsalari bor yurtdoshlarimiz uchun. Bu hech qanday inovasi yo'q, mashinchilik yo'q. Hamma narsa shaffof, ochiq. To'xtaydi hammasida. Hammasida bardaya podarka. Bunda yana glavniy narsa aytib qo'ygan yaxshi. Machik, beda hech qanday sir yo'q. Liboy bir obunachimiz kelib tekshirishi mumkin. Ya faqat bir narsa to'xtab qolgan degan o'y bo'lmaslik uchun. Mana ochiq ko'p mas ko'rib turganlaringizni yurtdoshlar hech narsa yo'q. Kelib ishonmaganlar tekshirishlari mumkin. Ebedam turibdi, ochiq turibdi. Nima uchun bunday qo'yganimiz sababi bor. Jora ko'pchilikda shu narsa to'xtamay qoladi degan kommentarlar yozilganini o'qib chiqqan holda biz shu narsadan ko'pmiz. Xohlagan odam ichini ochib, tekshirib, keyin aylantirib ko'rishi mumkin. Aldov yo'q, xudosi. Aldov yo'q, chunki biz Muhammad jo'ramiz bilan biz aytganimiz dogovorimizda 1 gram odam oldamaymiz. Avvalo xudo kelib, ishonchli magazin, 100% gapimizga javob beraman. Sen menda kamera zapis ishlab turibdi. Kelib vajarni oladilar, sovg'alar bilan onlayn dostavkasi ham mavjud. Podarkalardan keyin yana podarka qo'shib beriladi deb aytilgan. Inam narsani onlayn olacak bo'lsam, aylantiriladi. To'xtagan vaqtda qaysiga to'xtasa, shu narsa beriladi. Nuxdan o'tirib, ya'ni aytgan uyingizga o'tirib, onlayn zakaz bersanglar bo'ladi. Endi Muhammad Chora o'zing ham bilasan, shuncha emas, misol sotib turibdi, yoki onlayn dostavka sen o'zing ham rahmat aytgan odamlar ko'p axir. To'g'rimi? 100%. Men o'zimga zanok etib, ya'ni aytgan qo'ng'iroq qilib, "Necha rahmat, sen kanalni oldik. Pasta aldaydigan shirar deb o'ylab edik" deb ko'pisi zanok etdi-da men. Bizda bunday xarakter yo'q. Chunki birinchi o'rinda ishonch levz kerak bo'ladi. Do'kon ko'p bo'lgan sababini, misol bo'ldi bo'lmadi video ko'p chiqyapti. Vaqtda kam chiqik, lekin zo'r video olib chiqik, kачественный, misol xalqimiz manfaatli video bo'lsin deb turibman. Ham manfaatli video, ham kishasini manfaat bilan foyda bo'lishi kerak. Hozir endi aksiyani yomonni boshimiz, xonaliklarimizda katta chegirma aksiya ko'pmiz, undan tashqari xonalik olgandan keyin podarkalar, undan tashqari yana podarka qo'yib turibdi. Bir chetdan tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa bizlar istalgan bir xonalikni xarid etishdilar, Beston, RTL, Nofrost farqi yo'q. Misol 220 lik Brixsa kompaniyanining sirti nержавейка multi-air flow Nofrost sistemada 1 gram suv ichidan urmaydi. Yurtdoshlar ofitsial 3 yillik kafolati bor, motorning o'zini 10 yil garantiyasi bor. Yana odamlarga o'ng tarafi. Bu A3+ deb aytiladi. Yurtdoshlar, boshim to'q, boshqa balabatarlardan yiroqda, pastokda ishlaydi, sirti zanglamaydigan material, sensor upravleniyada narxi 9 million 400 ming so'm pul olgan. 9 million 400. Hava Brixsa kompaniyasiki ofitsial 3 yillik kafolati bor. Inverterli motor. Endi buni yana nov qo'shimcha qiladi degan narsa tug'iladi, to'g'rimi? Xohlasalar, endilikda Zafar Texnodan 50 dyumlik 4K televizor qayta qo'shib beramiz. Tekin. Xohlasalar naqd, xohlasa kredit farqi yo'q. Yurtdoshlar istik.
Android 13 4K Ultra 3840'a 2160. Netflix, YouTube, Ultra Panel, Dolby Audio, Bluetooth, Wi-Fi hem acaba. Pultlar hem galaza upravlanyada işləyir. 4 tırqallar istəyir. Halagan bir videolarsa koyasılar, basasılar, keyfət görüb oturardan yeri. İndi yox, mən indi televizor badiydan yurtdaşlarımız buradan bolsa, haxlasa acayip ondan Vesta kompaniyanın 4 gözlü gazını koşup verəmiz. Ananazam, nanos birimiz uzun. Ava, haxlasa bu. Nabol yarattık. Ha, nabol da. İnan misalı kimədir televizor gerek, kimədir gaz pilte gerek. Yox, bana bu ikisem gerek emez. Polaftan var tek yurttaşlarımız üçün. Smart TV 32'lik televizörü. Yanında bir acayipından 8 kiloluk için nerede ülke polaftamatını koşup veremem tekine. Bu polaftamat bir. Yanında bir tane 32'lik televizörü. Halasa. Halasa 8 kiloluk, halasa 10 kiloluk. Halasa 10 kiloluk ha. Hava. Odan Yurttaşlarımız başka için. jene ana barabandan malendirat. Ondan taskarı baraban plus yine. Barabandan aylandıras. Bu baraban plus. Hava. Baraban ama içinde. Uzu yurttaşlarımıza zor video bulan demeyip deme. İndirikte misalı gelip durup 9400'lükten alacak mı? 9 milyonluk alacak mı? 9700 alacak mı? 7 milyonluk alacak mı? 9 milyonluk alacak mı? Fark yok bize. Ala veredi o ya pazar. Fark yok. Haklagan türünü aladı, pazarkiler seylet çıkardı. Yine benden misalı Best'in kampanya var yine. 400 ki. Bular kadar jürede o aksiya. Hemme. No frost halıklı hemmesini. İneni gördük müsüz? Bu inverterli motor boladı. Inverter kompresör motorun özünden 10 yıl garantiya. Sırtın ne rövke. İçini görünümün kettelegini siz bilen ben sıramaz polimle. Olay. Men yekiydi. Yanda karası var. Aha, karası. Kaysınız. Misalı 70 9,5 milyon sama düşke. Mana yerдің өзінде az bir 100 qalınlık var az. Hava 100 ötedi. Haklagan türdeki nofros haline alalar kaytıp gelişip dastavki ustanovki. Addi misalı 70 kampanyanın media kampanyası ot bilen hamkarlıkta işlep çıkartıp tıkarak 7 milyon 8 milyon sama tuttu. 50'lik televizörünü normal nesi 3,5 milyon somdursa. 3,5 milyon ha. Çasama çıkıyor mu? Matematika doğru gelmiyor. 3,5 milyon bir nəsə desin ya. Yurttaşlarımıza bir zor, menfaatli video burada tutma. Hesaplap görsen bu doğru gelmeydi ha. Bu nofros bu. Ha. Testoktan işiydi. Ben de Brüssel arabamı sağladım. Ekonomik şeydə olma, ekonomik toqqada işlep kete bir təmin. Yine. Bu hem ayrı, multi ayrı, nofros sistemada işiydi. İçin ketlerken gelin, polini nan sıradım içine. Pəsi manazildeki, üstü xanillik, git avret. Ben tarafta Haysınız firma var, Beston firma var, Seventage, Zifler, Haysınız, Shivaki bayına misalı, Miraoy brendlerden. Miraoy brendlerden. Halagan turuyor misalı, 5,5 milyon alacak mı? Fark yok. Nofros bolsa boldu. Nofros bolsa boldu ya. Soның үшін видеоға азырдан бастап лайк пенен комментарий жазып қоямыз. Себебі видеомыз тез адамдарға тарқалған болар еді. Azımını bir setten danıştırıp bereden bolsa kino bolup gidecek. Kino. Şunun için kıska tushuntirib beramiz. İban tarafta Haysınız xonadagimiz var. 10 milyon 900 ming so'm tushib turibdi. Salkam yarım tonna bu. Kattaligini ko'rib turibsiz. Yarım tonna da ya. Banda ziflerimiz qo'ygan. Gigant. 10 milyon 900 ming so'm. Vidam çotki ekan da olma ya. Endi yurtdoshlarimiz uchun ajoyib yangiliklarimiz ko'p. Havolik lamanda obunachilarimiz bo'lsa, bemalol solishtirib ko'rishlari mumkin. Endi gaz plitalarni ham bir qator tanishtirib o'tamiz. Gaz plitaları. Havo. Gaz plitalarını tanıştırıp o'taveramiz. Qalasangiz, mындай ne deydi, magazinskiy shunday xonliklar ham alsanglar bo'ladi, xudo ular ham kelishib beradi baholarini. Xonadagliklar uchun istalgan bir nofros xonalik qaytishdilar. Xalosa gaz plitasi, xalosa 50lik televizori, xohlasa Brando firma 8 kiloluk kir mashina, televizori, xohlasa 10 kiloluk kir mashina qo'shib beriladi. Bundan tashqari baraban bo'ladi. Baraban bo'ladi. Ava. Endilikda 5 ko'zli gazlarni vibri ko'paydi bizning do'konimizda. Ideal kompaniya Tureskiy brend asosida ishlab chiqariladi. Ofitsialniy 3 yillik kafolati bor. Ustun nerjavka bo'ladi, qora motivisi bor. Keyin Anti-Street degan rang bo'ladi. Bu ham ishlar ham zo'r, 3 yillik kafolati bor. Majina mayt degan tushunmaydi? Majina mayda. Endi qarang. Bu 5 ko'zli ustun nerjavka. Endi buni narxi bir 6,5-7 million bo'lsa-ku, adashasizlar. Zafar Texnoda bu gaz plitani narxi 5 million 750 ming so'm. Endi qarang, 5 million 750 ming so'm ichida bir dana chopperi, bir sistok chayniki, bir dana tifoli. Bundan tashqari E+ barabani bo'ladi. Adam aladi, baraban amallardan şey 4 savg'alı, ya'ni de puldan ham o'tasiz, hamma jaqlama o'tasiz. Endi qarang, xohlasa kredit, xohlasa naqd, bizlar farqi yo'q. Istalgan turda bo'ladi. Istalgan turida beriladi. Yana ofitsialniy 3 yillik kafolati, innoksiya dastavka etib beriladi. Innoksiya dastavkasi bo'ladi.
Nukusda qolgan shu Qoraqalpog'iston bo'yicha dastlabkisi bor, ya'ni aytgan Endi keling. İdealni aytdik-ku, to'g'rimi? Yine bende Artel var yine. Artel. Artel ham bor, ya. 5,5 milyon so'm. Livoy nöküsünü salıştırıp göreversin. 5,5 milyon so'mning içinde 3 tane podarkisi plusuna barabanı var. Endi yurtdoshlarimiz uchun undan artık bilmedi yine. Ne gerek deysen ya? Ama nöküs özünden mesela salıştırıp görsün, tapmasa telefon kısın, dastlabkisi içinde buladı. Dastlabkisi ishinde qilib beradi. Главное onu o'ylab. Bize bir son planımız dastlabkiye. Misali onların zakaz eden olmasa, bugün zakaz etse, ertelep çıkaraveramiz, ebeytte vajlanıp kaladı. Misali bir de Artel'ni ayttık. Yine ideallı nerja ülkesi. Bana fakat nerja ülke dese, rüşkelerin nerja ülkeni. Sıfatlı. Afistan 3 yıllık kafalatı var, üst tüpesli gaz, bemalol salıştırışları mümkün. Benim de Ferrari kampaniyası var. Nöküne gerek bo'lsa, ya. Hava. Bu 6 avluk bo'lamas unda? Hava. Bu 6 6 milyon 100 bin so'mdan. Bulardan padarkilar yürüydü. Bu padarkilar yuradi. Livoy gazını, misali halagan bir gazını qayt etadilar. Halagan turdagi vazini, rastavkasi, ustanovkasi bor. Stanovkalar hammasi Hem o. Misali mana shu setam bayram 5 gözlü gazını. Yine Royston kompaniyanın gaz filtrasi var. İtalyansı Grilki, ofitsialniy 3 yıllık kafalatı var. Qudalsa to'yga olaman desa, qudalsa bir ikki boshqa da oladi, misol. Dastavkasi, ustanovkasi to'y uchun yordam olmasib beramiz. Narxına keladigan bo'lsak, narxlar 2 milyon 800 dan. Savdolashib 1 so'm 2 so'm qaytib, gelishib, xalqimiz o'ylagan holda ishlaymiz. Bize eng arzon nechta negizi gaz plitaning? Bizda eng arzon gaz plita 1 milyon 800 ming so'mdan. 1 milyon 800. 1 milyon 800 ondan tashqari podarkisi baraban so'qasan bu. Baraban so'qasan. Hava. Endi kirmançlara o'tamiz. Yurtdoshlar iste yurtdoshlar Livoy turdagi gaz plitalar var. Bu tarafdan gaz plitalar var. Endi kirmançni olib to'ychilarimiz o'ylagan holda ajoyib yangilikimiz bor. Endilikda Zafar texnologiyalar xohlagan turdagi kirmanchlarni qarang. Duxovkasi, Duxovka, nabori 3 komplekt bo'ladi. Bir dana ütüt pasadoni, LG kompaniyani sokucu markisi, Siemens'da termofoto, Samsung chopperi, chayniki, feni. Bir dana kirmashni qaytarib turibdilar. Yurtdoshlar hali bunaqasi bo'lmagan. Bemalol kelib turib, istalgan vaqtda qaytarishlari mumkin. 8, anamen qo'shganda 9 podarka bo'lib 9 podarka bo'lib ketadi. Agar bizlar Instagramimizda like, podpiska bosib qo'ygan bo'lsa, 10 podarkasini ham qo'shib beramiz yurtdoshlarimiz. YouTube'un qudalisi төмende описание бар. Описание qoldirib qo'yamiz. Baurujanning kanallarına обязательно YouTube kanallarına podpiska bo'ldi unutmaymiz. Instagramlarına төмende qoldirib qo'yaman. Ya'ni aytganda opisiyaniyada qoldirib qo'yaman. Albatta kanalga podpiska bosib kelsangiz podarka qo'shib bera beradi. Qarang, podarka ba'zigan narsamiz ham 30 minutda chiqaradi pizzani. Baliqni 45 minutda chiqaradi. Ko'rdingizku? 50 minutda go'shtni chiqarib beradi. Hech qanday muammosiz 3 yillik kafolati bor. Jiddiy tapasi bo'ladi. Inan qarang, para o'tikni turib ko'rsatik. Boshqacha. Misol Beston kompaniyani kirmashini olaman. Farq yo'q. Xohlagan turdan shunday ko'rib turgan podarka qo'shib beriladi. Misol bir kirmashinni o'zi misol 4,5 milyon so'mdan aytsak. 4,5 milyon so'm içinde 3 yıl sistemada parlab yursa, inverterli motor, knopishni yana. Adama yakadigan narsa. Buladasa inverter A3 Plus. Endi o'ylab ko'ring, bundan tashqari 7 kirmashini 4,5 milyon so'mga qaydasi turibdilar. Bo'yindan baland podarkasini qo'shib beribmiz. Bu podarkani o'zini ko'chada yig'layman desam 3-4 milyon pul bo'lib ketadi. Bu bo'lik, mana bu bo'likda ya. Yo'q, bari shu ko'rsatib berilib turibdi. Mana ko'rsatib turibdi. Ava, ko'rsatib berilib turibdi. Qanday podarka berilishi xalqimizga ko'rsatganimiz yaxshi. U yaxshi narsami, sifatsiz narsami, to'g'ri emasmi? Ba'zan bir chetdan ko'rsatishimiz kerak. Masalan, 7H 5 milyon so'm, LG ba 6 milyon 300 ming so'mdan qaytib kelishib, xolasa naqd pul xolasa rassrochki farq yo'q. Ebeda Inmer kompaniyamiz buni 4 milyon 800 ming so'm. Kirmashining ham turlari ko'p deysan, ha? Turlari ko'p, masalan, LG deymi, Samsung deymi, Laretto deymi, farq yo'q. Istalgan turdagi Hoffman deymi, xohlagan turdagi kirmashinlari bu ofitsial 3 yillik kafolatlari bo'ladi. Garantiyalari bilan beramiz. Dastavka ustanovkasi bor. Masalan, 6 kilolik Areo kompaniya olaman deydigan bo'lsa, bir xil parda ishlaydi. Eko rejim bor, achiski baraban bor. Narxi 4 milyon 600 ming so'm. 4 milyon 600. 4 milyon 600 ming so'mga xarid etishdilar. Bo'yimdan bilan bo'lgan podarkasi, uchki, duxovkasi, sokucu makisi, blenderi hammasi qo'shib beriladi. Misoli, Rulus kompaniyaniki bor, misol yana Portugallar istaydi. 4 milyon 400 ming so'm. Beyazda Zifir bor, misol Tureski brend. Bu ham ofisdan 3 yillik kafolati 5,5 milyon so'm. Hoffman bayna misol 5 milyon 800 ming so'm, original firmaniki. Rulus bayna 4 milyon 300 ming so'm. Xohlagan turdagi vazirni qaytarib ketib beradilar. Premier kompaniyamiz bayna narxi 4 milyon so'mdan.
4 milyon so'mning ichida qarang, qanday vazifa bajaradi bu. 4 milyon so'mga kir mashina olib turibsiz. Premier kompaniyaniki 16 xil sistemada kir yuvadi. Baraban zanglab ketmaydi, Diamond baraban bo'ladi. Kir mashinaning turi ko'p. Rangi o'xshagan bilan kachestvasi bor uni. Firmasi bor, sifatini e'tibor berish kerak. Eng asosiy narsasi bu antiallergический. Yo'rttirganlar arasida misol parashok qoldirmaydi. A3+ kategoriyada ishlab beradi bu. A B+ emas, A3+ da ishlab beradi. Bundan tashqari motorini o'zini ofitsialniy 10 yil kafolati bo'ladi. 10 yil ichida kir mashina bir muammo gap chiqadigan bo'lsa, texnik servis tarafidan muammo halatib beriladi. Bizda misol sotib turib ertaga qochib ketishdan gurung yo'q. Shuning uchun iminni har bir kir mashinada tushuncha beramiz. Bu yerda Beko firmamiz bor. Yana A3+ yo'rttirganlar yurtdoshlar. 5,5 milyon so'm 3 yil sistemada kiringiz yuvadi. Olma garantiyalar qilmay aytganda servisi nima bo'ladi deysan. Qarang, borjan garantiya deganda qanday narsani tushunasiz? Misol siz mendan texnika sotib olib ketdingiz, kir mashinangiz buzildi. Siz 3 ish kunidan 5 ish kunini kutasiz. O'sha 5 kun ichida kir mashinangizni yaroqli, yaroqsizlikdan olib beriladi, yo ta'mirlab beriladi, yo almashtirib beriladi. 5 ish kuni ichida kir mashina texnik muammosi hal bo'ladi. To'g'ri aytgan yaxshi. Bir oyda almashtiradi, yolg'on gap. Texnik 5 kun ichida muammo gap chiqdimi, yaroqsizmi? Yaroqsiz deb bosib beradi, o'rnini yangidan kir mashina beriladi. Masalan, Volmer kompaniya bor, 5,200 ming so'm. Bu ham A3+ kategoriyada ishlab beradi. Buni ham 3 yillik kafolati bo'ynadi. Bu ham 3 xil sistemada parlab yuradi. Diamond baraban. Biz hamma narsani bahosidan chiqibmiz yurtdoshlarimizga. Birsini bahosidan o'tkazib turganimiz yo'q. Chunki solishtirib ko'rsinlar narxlavani, gasalar qaytib kelishib beramiz yurtdoshlarimizga. Mana yoqdamiki bir ko'rsat, men qara. Yeli onun bilan aytib beradigan bo'lsak, kino bo'ladi deysan, ha? Hava. Bu ham tarafdan ham misol gazlarimizni ko'rsatsak bo'ladi. Royston gaz filtrlarimiz bor, Vesta gaz filtrlar bor, misol Shivakilar bor. Mirovoy brend, xalq yurib, tanab, yuzi bilan ko'rib keltirgan narsalar bor. Nechun desa, hozir noma'lum kompaniyalar chiqib yotdi. Hozirga. Shuning uchun oldanib qolmasliklar uchun garantiyali, sifatli, xalqimiz tanlab, sevib tanlaydigan narsasini ko'p berib turibmiz. Nima uchun? Masalan, hammada Artel Shivaki bor. Artel Shivaki bor. Bormi? Shu narsaga reklamaga qo'yib podarka berib chiqib turibmizmi? Shundan podarka berib chiqishimiz kerak. Doğru emasmi? Doğru. Shivaki kompaniya 3 milyon so'm, bir ko'zi tok, 3 ko'zli gaz. Yanında 3 tane podarkisi yine. 3 tane podarkisi nöküsünü salıştırıp göreversinler. 4 gün nöküs xaridini livoyla salıştırıp görsinler. 3 milyon so'm içinde 3 tane sovg'asi, bir tane baraban sovg'asi bor. Hammasi bor deysan, ha, xudaysi. Ava, hammasi bor. Misol hozir yana tasarradikda, mana 4,5 milyon so'm oldi. Savdolash, to'g'rimi? 4,5 milyon. 4,5 milyon so'm oldi kir mashinani. Barabanda 300 ming so'm pul tushdi. 300 ming pul tushdi. 4 milyon 200 tushdi. 4 milyon 200 ga tushdi. 4 milyon 200 tushdi shuncha podarkisi bilan. Lan 100 nechta 500 mingdan hisoblaganda da 9 podarka bor deysan, ha? 4,5 milyon bo'libdi so'ng o'zi. 500 mingdan hisoblaganda. Bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Endi LG so'rab turgan yurtdoshlarimiz uchun xalagan LG. Xalasa bu LG, xalasa bu LG fark yo'q. LG'lar shu $100 amaliyot turibdi. $100 ha? Fishter $100 aksiyasi bor. Bular qo'shilmaydi, agar podarkalar kerak emas desa, $100 ustunda bor. $100 ustunda berib beramiz. Bo'lsa xalqqa bo'lsin degan maqsadda chiqarib turibmiz. Barabaramiz ham 100% garantiyali, ishlangan barabar emas. Kelib ko'raman deyishlar bo'lsa, описаниеda lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Qiziq bo'lsa, shu описаниеga kelib 4 kunda biladi, taksiman kelsangiz 80 ming 100 ming keladi. Bavruzan ko'p kommentarlar o'qib o'tiribman. Barabarni vaj ko'p qo'yadilar. Barabar boshqa narsa bir xil yerda to'xtab qoladi, boshqa yerda to'xtamaydi degan yurtdoshlarimiz uchun kelib barabarni tekshirishlari mumkin. O'zingiz ham tekshirdingiz barabarni. To'g'rimi? Aylantirib ko'rsating-da sizlarga. Barabar ushab qo'yadigan narsasi yo'q. Xolos bir chizikda to'xtaydi o'zi. Yana olib ketmaydi barabarimiz. Yana buni qiziqliklarini aytganimiz yaxshi, yurtdoshlarimiz uchun bizada barabarni inni boltlarni ishlarini ochib tekshirishlari mumkin. Biz aldab chiqarmaymiz. Kommentariyada dum ko'p yozib turib, barabarni ichine emas saqib qo'yadilar. U pulda tushmaydi, aldashli, aldirdilar degan guringlar bo'lib ketgan. Yana o'zi zavod to'xtab turibdi. Ya og'ib turgan yo'q, ya boshqa bo'lib turgan yo'q. Masalan, to'xtadi yana. Artel Tifa. Bu o'zi 300 ming so'm turadi. 300 ming, ha? Ha. 4,200 yana 300. Sezon bo'lib qoldi. Normal bo'lib qoldi. Bo'lsa yurtdoshlarimiz bo'lsa, endi qiziqlarini ochib ko'pmiz, hechasi yo'q ichida.
Güzel video davomida Ava. hammasi ko'rsatgandek. Yine halasa açıp tekshirishlari mumkin. Yani to'xtamaydi, içine WhatsApp ketdi deganlar uchun bemalol. Bu baraban bizaniki haqqoniy. Yani inebede ushab turgani yo'q. Dilebede turgani yo'q barabanni. Shuning uchun bemalol ko'rishlari mumkin. Kelib ko'ring, saylang, oling degandek, xudosi o'zingizga kerak podarkalarni o'tib olsangiz bo'ladi yana aytganda. Boburjon, bu narsani chiqarishimdan maqsad kommentariyada ko'rishni gapni yozishaptilar. Shuni isbotlab qo'y. 4 yilda bizlar baraban qilgan bo'lsa, livoy bitovchi mashinistlik ishlamaydi. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin, bizlar reklama ajoyib qilib beramiz. Yurtdoshlarimiz undan foydalanish kerak. Ko'p bitovchilar o'zlari yozadi-da, tirikli bitovchilar yozadi-da, negativ yozadi, keyin xalq ishonmay boshlaydi. Shuning uchun 4 yilda livoy bitovchi hammasi haqqini ko'rsatadi. Shuni ko'rsatib bertiribman men. Shuning uchun qo'rqmasdan 4 yilga kelib, men nolaman, boshqadan olaman, qo'rqmasdan olib ketishlari mumkin. Endi yuqoriga bag'bajlanlashtiramiz seni. Yuqorida lazzatlar bor, xudosi. Vaqtdan ta'sir. Yana zo'rni konditsionerlarga qo'yib beramiz. Endi sovuq ham tushib boshladi. Konditsionerlar ajoyiblarni chiqarib beramiz reklamada. Endi konditsionerlar narxlari bilan nashrdan bo'lsak, endilikda o'zi istalgan bir turdagi konditsioner xaridlar, yanında ajoyib narx kuchli televizori yoki 8 talik pol avtomati. Ichi nержавейкali 2 qat bo'ladi. 3 motor. Ofitsial 3 yillik kafolati bor. Bir dana kir mashina oladilar. Yanında termofoto, chopperi, sushilikları, shunday kir mashina qayta turibdi konser yanında. 1 2 3 4 podarka. 4 podarkasini qo'shib turadi. Bitta konser. Qo'shilmasida tomendagi baraban ham ham qo'shiladi. Masalan, Rus kompaniya konseri sotib olib turibdi 5 million 800 ming so'm, işte götürgan so'g'adan qo'shib olib turibdi. Immir alami, Hisense alami, Zifler alami, farqi yo'q. Premier alami, istalgan bir konserni xarid qiladilar, yanında shuncha podarka qo'shib beriladi. Arzonni ishda men bular. Eng arzoni bizda 5 million 800, 5,5 million so'mdan boshlaydi yurtdoshlarimiz uchun. Misol Artel kompaniyaniga mana 5,5 million so'mdan 3 yillik kafolati va 41% to'qnik o'tadi. 5,5 million so'm xarid etishdilar. Artel kompaniyaniga motor kattasi, motor kichkina emas. Motor kattasini beramiz, ofitsialni yanında podarkalarni ham qo'shib beramiz. 100% garantiyasi bilan. Immir alamlar, Avalon alamlar, farqi yo'q. Istalgan bir turdagi konditsioner olsalar, Avalon olsalar farqi yo'q. Xalaqam podarkasini qo'shib beriladi. Qolgan so'zlar qo'shib. Shu narsalar qo'shib beriladi. Bular endi qistada endi issig'ida siymaymi? Почти zimoleta deb aytadi. Zimoleta. Bizlarda do'konimizda har bir konditsioner 100% javob beramiz. Sababi aytadigan bo'lsam, konditsionerimiz -20 gradusdan +50 gradusga ishlab beradi. Hammasining ichida teni bor, 100%. Qo'rqmasdan olishlari bo'ladi. Masalan, motorlar ham masalan katta, kichkina hammasini ko'rsatib beramiz. Televizorlar ham tanishtiradigan bo'lsak, televizorlarimiz ham turlari ko'p. Masalan, nechilik hozir? 65lik. 65. Yana bularni gözükten olib turibmiz, Boburjon. Toshiba, Yaponiya, ko'rib turibmisiz? Chisti 4K. Buni formatini uzoqdan bir ko'rsatamiz. Formatini yurtdoshlarimiz ko'rsin. Eng oxirgi Vipski 3 yillik kafolati bor. Mirovoy, dunyo tanilgan televizor bular. Yana steklosi bor sirtida. Qo'sha laminatsiyasi bunday ekanda. Narxlari ham ajoyib, sifatli 65lik original televizorimiz narxi 8 million 800 ming so'm turadi. Nereden kirib ketib bo'layotganda o'zi? YouTube hamma vaji bor, lekin bu ofitsial original televizor. YouTube'ga prem kirib ketsangiz bo'layotganda. Keyin bu tarafda Hisense 75likimiz bor. Masalan, bu tarafda Toshiba, Zifler, Seventage, Immir, xohlagan turdagi vajlarni qaytarishlari mumkin. Hammasini podarkalarni qo'shib beriladi. 3 yillik kafolati bo'ladi, 100%. Shunday. Bular endi baholar nechta? Eng arzoni qanday? Endi eng arzon televizorlar baholarni pastdan tanishtiradigan bo'lsak, eng arzon televizor Sonor kompaniyanikiga Smart TV 1 million 200 ming so'm turadi. 1 million 200. 1 million 200 ming so'm turadi televizorimiz. 1 million 200 ming so'm. Zachtasi bor, Ziflerimiz bor 3 million so'm. Monix kompaniyalarimiz 3 million so'mdan boshlaydi. Seventage firmalarimiz bor banda 4K 3 yillik kafolati bor. Bular narxi 3,5 million so'mdan boshlaydi. Eng arzon 32lik 1 million 200 ming so'm. Livoy turdagi bor. Bundan tashqari xalqimiz ham ajoyib yaxshiroq televizor kerak deydigan bo'lsalar, bundan zo'rlarni topib berib bilamiz. Ajoyib narsalar narxlarda. Shuvakilarimiz bor, 3 million so'm. 3 million so'm. 3 million so'm. Premier kompaniyamiz bor, 3 million so'm. Konik bor, 3 million so'm. Bemalol kelishlari mumkin. Endi men 55liklarni tanishtirib o'tib ketaveramiz. Olma, ulkan-ulkanlar so'raganlarga Artellar 4,5 million so'mdan. Artel 4,5 million so'mdan. Ziflerlar bor 5 million so'm.
TCL'lar bayna misalı 7 milyon 800 ming so'm 65'likleri. Misalı Bedavalon kompaniyamiz bor, Premier kompaniya bor. Farqi yo'q. Volta bayna ichi Webs firmada yonida ishlaydi, programmada ishlaydi. Beshkisi bor, ya. Magic Pult. Исполнение LG sistemada ishlaydi. 5 milyon so'm. 5 milyon so'm. 5 milyon so'mga bizda mirovoy haqiqatda original narsa qaytaradilar. Arzon narsa kelib sotmaymiz. Shuning uchun har bir mahsulotni ustida tushuncha berib, sifatini aytib, o'tib keyin beramiz. Bulardan men so'p bo'lib to'luvga hammasini alg'a bo'ladi, olma. Pasport plastik bo'lsa bo'ldi, liboyni beramiz. Liboy beramiz. Boshqa rasroshka hisobida edi. Rasroshka hisobida ketaveradi. Keyin, misoli, televizor oldi, to'g'rimi? Polarkisini pastda o'zi saylab, ko'rib olaveradi. Liboy berayman. Endi pul avtomat olamandan yurtdoshlarimiz uchun xohlagan turdagi pul avtomatini qaytaradilar, yanında bir dana su shirkisi qo'shib beriladi. Bundan tashqari baraban aylantirishlari mumkin. Baraban aylantirsa da bo'ladi. Bularning arzoni uchta menda? Eng arzoni bizning do'konimizda 1 milyon 200 ming so'mdan boshlaydi. Yaxshilari, 1 million 200. Yo'qsa pelisos, qalasangiz olaman deyishlar bo'lsa 1 milyon 200 ming so'mdan boshlaydi. Artel kompaniyaligi 1 milyon 200 ming so'm, yanda su shirkisi i baraban plus bor. Yurtdoshlarimiz uchun istalgan plisoslar va masalan xohlagan turdagi plisoslarni olish mumkin. Avalon deymi, Artel, Samsung, liboy turdagi plisoslar, Ferre deymi, xohlagan turdagi plisoslar va ularni qaytarishlari mumkin kelib. Bunda gaz filtrlarimiz va 90lik razmerda. Ko'pchilik 90lik gaz filtra qarab bergan bo'lsa, biz ham narxini tushirib ko'pmiz. 1 million 700 ming so'mdan beramiz. 90lik razmerdagi gazni qarab turing. 1 million 700 ming so'm 90lik razmerda gaz filtra qaytaradilar. Yanında qarab turing, yaxshi bitib berating. Bunda gaz kontrol bor, o'z zajgarlikda yoqadi. Ofitsial 3 yillik kafolati bo'ladi. Oddiy narsa emas. Ber kачественный, четкий zatlarni beradi sizlarga. Yine demaxotlar ham sensor upravleniyada ishlaydi, alisasi bor ichida. Alisasi bor, ya. Alisasi bor ichida. Kecha bozor o'tda tushirgan deydi. Ava, 100% hammasi ishlaydi, garantiyalari bilan taxlab tuzib beramiz. Hammasini danashtirib chiqib qo'ymaydi-ma. Endi xudo xolasa videoni yakunlaymiz. Bu aksiyamiz 5 kun davom etadi. Ulgurib qolsa da umiddaman. O'zi Tömende telefon nomorlarini qoldirman, Instagram kanallarini, және YouTube kanallarini opisiyalarda qoldirib qo'yamiz. Обязательно подписаться bosib kelasizlar bo'lsa, sizlarga qo'shimcha bonus ретінде подаркалар o'sib beradi. YouTube'da aytib kelsangiz, xudo xolasa, odan ham zo'r baholarda olуга bo'ladi. Videomizni jumoqlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Zafar Texnoda hammangiz sut bo'lamiz. Shunda videovoy texnika videoni tushirganim uchun videoga like bosib qo'yinglar.